Oldingmi? Yo, hozir qo'ladilar. Olib chiqaman. Bu yoqqa. Oldingmi? Давай. Ha. Olib chiqishga olib chiqdik. Ammo qaydash bilmayman uni. Men bilaman. Ba. Ketdik. Gulnurg'a qizimi? Ha, o'sha. Yur, qayda? Yur. Gapim bor. Bering. Mana. Nima qildi? Love qildi. Bolla. Yıkıdı durar elde gülüm süldü. Oyi canım azopsizga buldu. Bu olifta kim edi? Ish qilib mashinaga qishlab qildim. Tinchlik bolla? Sendan so'rash kerak. Urganingda nima bo'lardi? Yo'q, bolla, men bu yerga mehmon kelganman. Birinchi kundan urush niyatim yo'q. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Uzr? Odamni ham sharmanda qilding, Suyun. Endi kim edi bu otasining o'g'li? Bilmayman. Kimdir Toshkentlik qarindosh bo'lsa kerak-da. Mashinangiz nima qiladimi? Allo. Ha, aka. Ko'chada edim. Nima? Vazelin so'rayapti. Vasilin? Allo. Ha, hozir olib boraman aka. Botir. Vazelin olib keldingmi? Ha? Uchli tuflimni olib chiq. Nimaga aka? To'yim bor. Muncha ko'p savol berding, bor. Ha, to'yingiz bormi? Hozir. Mashinani haydamadingmi? Yo'q, aka. Haydash bilmayman. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshiyam teskari qo'yganim bilmadilar. Alo. Ha, Nozik qaydasa? Do'kon ketyapti-tim, uyda shakar qolmagan ekan. Ha, unda ko'rishaylik. Yo'q, ko'rib qolishadi. Ya, ko'rishamiz. Hozir boraman. Hozir. Ha, yaxshi qiz. Bu yerda yaqin atrofda magazin bormi? Magazin shu mahallani boshida. Qochib tur. Tush gaplashib olamiz. Qishloqqa keldim, o'g'liga qizimga gapira olaman deb o'ylayapsan. Magazin so'rab bo'lmaydimi? Rostdan magazin so'radimi? Ha. Xafa bo'lmaysan? Noto'g'ri tushunibman. Yes.
Qadinga yetmaysan ishqilib. Yosh bola ko'ra olmaylar. Ayinggacha. Ayyo yetmayman. Buvinggacha. Qisa suyon. Qayerdan paydo bo'lib qolding o'zi sen? Ha, ketotdim o'zi. Bir payt urushayotgan ekansizlar. Sen kalta yozsam debman. Bo'lmaysan, mehmon bizdan o'tdi. Ha, mayli. Mehmon demaylar, ismimni aytib chaqiravringlar. Isming nima? Ismim Shohruh. Meniki Botir. Meniki Suyundiq. Nima? Suyundiq, suyun, qattiqni suyun. Ha. Suyun. Bo'ldi, yaxshi. Qishlog'inglar yaxshi ekan, go'zal ekan. Alo. Ana nima bo'ldi? O'ziga keldimi? Tushunmadim, senga nima? Voy shunchaki so'radim, nimaga jahl qo'yasiz? Вообще ishing bo'lmasin u bilan, tushundingmi? Voy xo'p. Bilan boramiz, kesgan joyga ketamiz petiga. Ye, toy bolaga yotdi. Ha, qalisan? Yaxshi, rahmat. Qaydan kelding? Toshkentdan? Poytaxtdanmi? Ha, qurumsan? Tushunmadim. Qurumsan davommi? Ha, bo'ldi. Ha, Shuhrat, tinchlik? Nimaga? Ha, nima qilsizlar endi? Tanishamiz. Seni tanishing bilaman, Shuhrat. Ha, qo'yaver, yaxshi bola ekan, suhbatini oldik. Ha, yo'g'i? Ha, yaxshi bola. Ha, gap yo'q. Tanishganimdan xursandman. Bo'pti, Shuhrat, gaplashamiz. Hamni yo'qotmanmi? Ha, ozvamiz, sekizik. Nozi, Nimaga keldingiz? mendan xafamsan? Yo'q, xafa bo'lmadim. Men ham to'g'ri tushundim, Nozi. Senga qaragan 100 ta bolaga qarshi chiqa olmayman. Lekin sen qaragan bitta bolaga qarshi chiqa olmayman-da. Qayerdan oldingiz bu gapni? Instagramdagi Reels'dan. Sevasan meni? Yo'q. Shunchadan beri gaplashamiz, bir marta ayta qol. Boring, hozir oyim kelib qoladilar. Qo'rqmayman o'sha onangdan ham, tushundingmi? Shu qimmatga tushdimmi deyman-da. Nimaga? 38 mingga oldim shuni. Ay, 40 ming bersang ipini ham qo'shib berardi. Zvachka qo'ydim-da. Sizlar. Ha, namuncha? Yaxshi. Jo'ra yordaming kerak-da menga. Bo'ldi, davay, kimni urish kerak? Urushma. Faqat uraverasanmi? Ha. Ertaga Nozimani tug'ilgan kuni shunga nimadir qilish kerak. Bo'ldi, shikalat berib. Ya, o'tgan yil ham shikalat berdi. Unda oldingi yil ham shikalat berdi. Bir yangilik qilish kerak-da. Bo'ldi, unda yangi shikalat ber. Romantikni tabriklash kerak. Qanday bo'ladi? Bitta ideya keldi. Xo'p, Nech puling bor? bor yiqqanim 18 ming. Qaydan olding uncha pul? O'g'irladingmi? Yo'q, yig'dim. Ha, bo'pti. Senga 200 ming berib turaman. Oma, kredit harom, oma. Voy, shundoligicha berib turaman 200 ming. Puling bo'lganda berasan. Halol narsa ekan. Ha, berar ekan. Xo'p, nima qilamiz? Plan qilamiz. Ketik bilan qilamiz. Zo'r qilaylik, bir tabriklar. To'xta. Ketme gönlüm geçir benim kıyalımda. Geçir sensiz ömür sürmez yüreğimde. Assalomu alaykum. Nima berasizlar? Qo'shiq bormi? Qo'shib bo'lsa zo'r bo'lardi. Qo'shiq ota-ona haqidami? Yo'q, sevgi haqida. G'appar, sevgi haqida, ha. Alatroq ekan-a? Et qo'shiq. Do'lanimi? Voy, sevgi haqida. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim merkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Kel seni baxtli qilarman o'zim. Azizam ko'zing kulsin, nurlarga to'lsin hamisha sevgilim. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim. Seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Voy, rosa kech bo'lib ketdi, oyim urishadilar. Shoshma. Nima? Balki bugun aytarsa, Nimani? sevishingni-da. Aytmayman. Hammasi uchun rahmat. Tug'ilgan kuning bilan. Yana 4 ta skript yetishmadi. Zo'r chiqardi. Qo'ya qolgan endi. Ha, ular o'zing to'y bo'lib ketardi-yu. Yo'llaring. Uyi bo'shat qo'y deganmidim. Bir kun muhlat tanlagan. Uyi bo'shatsang bo'shat. Hech qayerga ketmayman. Voy. Bu tilini bermaydi, bu tilini bermaydi. Ey, bir kun muhlat tanlagan. Bo'shatsang bo'shat. Bo'lmasa
seni olib chiqib ko'chaga uloqtiraman. Bildilaringmi? Solazolku ha? Qaramasdan o'tib ketamiz yurlaring. Bu meni rahmatli o'g'limni uyi. Oshiq yigit. Bo'pti. Charchama. Bo'pti. Bo'pti. Sen Nozimaga bitta telefon qilib qo'y. Uyda nimadir problema bo'lgan. O'zim ham shuni o'ylayotgandim. Bo'pti. Telefon qilib qo'y. Charchama. Alo. Alo, Tinchlikmi? Uyin oldida janjal bo'lyapti. buvim bizani uydan haydab chiqaryaptilar. Nimaga? Nima haydab chiqaradi? Xullas, dadam o'lganlaridan keyin buvim uyni urush qilib tortmoqchilar. Lekin dadam o'lishlaridan oldin vasiyat qilib, uy oilamga qolsin deganlar. Buni buvim bekityaptilar. Dadangni vasiyati aniq bormi? Ha, bor. Chunki dadam o'lishlarini oldindan bilganlar. Buvimni xarakterlarini bilib, shu vasiyatni yozganlar. Tushunarli. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zingni uni qiynamagin. Yaxshi bo'larmikan? Buvim bizani tinch qo'ymaydilar. Ertaga chiqmasalaring, narsalaringni ko'chaga otaman dedilar. Menga shu hammasi zo'r bo'ladi. Hozir siqilmasdan o'zingni bosib uxlagin. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Bo'pti, sanam. Shu yetmayotgandi. Biz gap bo'lar. Ha, oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, Suyun. Ha, bu yangilik emas u. Nozimaga yordamim kerak. Ana. Eng yaqin do'stingiz kelyapti. O'sha yordam beradi. Nima gap? Tekmisa? Ha? Nima bunaqa o'tiribsiz? Menga bitta qog'oz kerak. Hojatgami? Ozgina jiddiyroq bo'lgan. Qarochi Nozimani buvisi uydan haydayotganmish. Bu uy o'g'limniki deb. Lekin otasini vasiyati bor ekan. O'lsam shu uy oilamga, xotinimga, qizimga degan. Qarochi buvisi shu anoni bekitib yuribdi vasiyatni. Xo'p, qayerda ekan u vasiyat? Buvisinikida. Yo, seryoz, qayerda ekan? Ha, seryozni aytaman, buvisinikida ekan vasiyat. Ha, shunaqa deyapsanmi? Bu vasiyat уже yo'q bo'lib ketgandir. Bilaman, lekin oxirgi yo'limiz shu-da. Shu vasiyatni topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Amallasa bo'ladi. Ha? Xolajon, keling, yordam bering, ha, xolam o'zim. Chakka qo'y. Mana. Voy rahmat bolam. Ah, xola, bu yoqlarni o'tlari o'sib ketibdi-yu. Nimasini aytasan bolam? Jamshidjonga necha marta yetdim. O'zini u yoqqa soldi, bu yoqqa soldi, mana yotibdi hali ham. Ah, xohlasangiz o't yuradiganlar bor xola. Kim? Biz? Mana biz turibmiz. Ha, bizda. Badan tarbiya bo'lardi bizga. Ha. Bolam, sizlarni ovora etib qo'yaman. Nima savol? Bugun bekor edigan Ha, bugun bekormiz. Voy qandoq bo'lar ekan. Voy bolalarim. Bo'lmasa men sizlarga kerakli narsalarni olib chiqib beray. Ha, bo'ldi, Nima kerak? Ey Botir. Sen endi mendan qarssan. Vasiyatni olsam, xohlagan narsani olib beraman. Kirishga kirdik. Endi nima qilamiz? Vaziyatni kutamiz endi. Hay bolalarim. Sizlar ishlab turinglar, shunda do'konga chiqib pomidor olib keling. Pomidor qolmay qolibdi, aylanay bolam. Bemalol xola boravering, o'zimiz qilib tashlaymiz hozir hammasini. Darrov kelaman hozir. Oho, ertalabdan cho'milib chiqqanmisan deyman. Hamma ishlaring o'xshayapti. Qaralaring. Shoh san shu yerda bo'lib tur. Sen darvozaga qarab tur, Suyun. Men uyni ko'rib chiqaman. Hop. Botir!
voy o'lsin pulim qolib ketibdi bolalarim. Sal qoldi-ya. Xola, o'tlan yarmini yurib qo'ydik. Qolgan yarmini endi vaqtimiz bo'lgan kun qilamiz. Voy aylanib ketay bolam. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Baraka topinglar, rahmat. Ovqatim tayyor, yeb ketinglar. Bo'ldi, qol. Yo'q, xola, bizdan ozgina ishimiz bor edi. Voy bolam. Voy O'sha aylanib. ishni ovqatlangandan keyin Rahmat bolam. Kelamiz yana. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. qanaqa bo'la olmaslik mumkin, a? Qanaqa bo'la olmaslik mumkin? Bo'ldi endi, shuncha tushuntirdik suyun. Botiram nima qilsin? Men ham xolani ko'rib qo'rqib ketdim. Sanchisan? Sen xolaga qarashing kerak emasmidi? Bo'ldi. Ertaga ish qolganini qilamiz. Xola yana chiqib ketadi. Sen vasiyat olasan, ketamiz. Bo'ldi. Bo'lmaydi. Nimaga? Nozimaga buvisi aytganmish, ertaga chiqib ketmasalar, hamma narsani o'zim ko'cha olib chiqotaman deganmish. Ulgurmay qolishimiz mumkin. Bunaqa riskovat qilban bo'lmaydi. Bugun xola baxtimizga chiqib ketdilar. Ertaga chiqib ketmasa nima bo'ladi? Kasha bo'ladi. To'g'ri. Nima qilamiz bolalar? Menda bitta ideya bor. Nima? Soat nechi? 12. Yurlaringda. Nimaga? Yurlaring. Yoqmayapti-da. Yurchi, nimadir boshlaydi yana. Qaralaring. Men bilan sachkaga kiramiz. Xolaga qarab turasan. Suyunsan shu yerda qarab tur. Bolalar problema bor. Nima? Oyoq kiyimim ikki xil bo'pti. Hozir qilma. Maska ham taqib ol. Qisqin. Rekord qilmay tur. Qarab tur yerda. Takmaydi yo'q. Turib qoladi. Nima qilayman? Ketdi. Vasiyat oldinglar? Yo'q. O'sha kuni o'shdaydi shu vasiyat. Qat'iy qoldi. Ha, bir ilojini qilamiz. Qilib bo'lmaydi-da, shoq, qilib bo'lmaydi.